Kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana futbol tahlili kanali. Qadrli do'stlar, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Futbol tahlili kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi va reklamasiz rolik uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, biz bugungi dasturimizni boshladik. Manchester City'da tozalash ishlari boshlandi. Masala Husanovga ham daxldor. Manchester City bu mavsum boy berilgan gegemonligini kelasi chempionatda qayta tiklamoqchi. Shaharliklar yozgi transferlar davrida Angliya Premier Ligasi, ichki musobaqalar va qit'a miqyosidagi turnirlarda bosh sovrin uchun kurashishga qodir. Yangi tarkib shakllantirishni maqsad qilgan. Klub skautlari va selektsiyasi bo'yicha mutasaddilar Josep Gvardiola qo'llaydigan o'yin uslubi mos yosh va iqtidorli o'yinchilarni tanlashga e'tibor qaratmoqda. Manchester City faoliyatini tahlil qilib kelayotgan cityextra.co.uk portali tarkibini amalga oshirilishi rejalashtirayotgan o'zgarishlar haqida to'xtaldi. Bundan tashqari, Futbol tahlili kanalimiz esa ushbu maqolani o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga havola qiladi. Manchester City himoya markazidagi Abduqodir Husanovga yangi sherik olib kelish uchun A seriyadan 30 million yevroga baholanayotgan futbolchini tanladi va uni qo'lga kiritishda Liverpool hamda Chelsea bilan raqobatlashmoqda. Italiyadan olingan ma'lumotlarga ko'ra, manchesterliklar Udineze'da o'ynayotgan fransiyalik himoyachi Umar Solega jiddiy qiziqish bildiryapti. Yaqinlashib kelayotgan transferlar bozorida City tarkibining eng zaif nuqtalarini yangi ijrochilar bilan kuchaytirishga qaror qilgan va Josep Gvardiola yangi kuchlarga joy ochilishini talab etiladi. Maqsad kelasi mavsum Premier Liga va UEFA Chempionlar Ligasi sovrinlari uchun kurashdan iborat. Bundan tashqari ta'kidlash joizki, joriy chempionatda himoya chizig'i Josep Gvardiolani eng ko'p bezovta qilgan nozik nuqta bo'lib qoldi. Manuel Akanji, John Stones, Nathan Ake ko'p vaqtini jarohatlarni davolashga sarfladi va bu holat klubni qishda 63 million funt sterlingga ko'proq pul tikib, Abduqodir Husanov va Vitor Reysni olishga majbur qildi. Jarohat tufayli bir necha hafta maydondan tashqarida qolgan Ruben Dias esa Manchester City'ning mudofaa chizig'ida haqiqiy tayanch vazifasini bajarib berdi. Himoyachilardan faqat Joshko Gvardiol mavsumni jarohatlarsiz va barqaror o'tkazgani uchun ustozi Pepdan maqtov etishyapti. Mavsumning birinchi yarmida jismoniy holati talabga javob bermaydigan Kyle Walker Milanga ijaraga jo'natildi. Walkerning o'rnini Rico Lewis egalladi va bahorgi o'yinlarda tarkibda yangi qo'shilgan Abduqodir Husanov yonida o'ynab, o'zbek legioneriga himoyani yopishga yordam berdi. Bundan tashqari, Manchester City kelasi mavsum oldidan tarkibda keng miqyosli tozalash ishlarini olib boradi va rahbariyat bu vazifasini yangi tayinlanadigan Ugo Vinaga topshiradi. Shaharliklar yozgi transferlar ro'yxatida markaziy himoyachi Umar Soleni kiritdi. Fransiyalik gigantga joy ochish uchun klub Ake, Stones yoki Akanji kabi yoshi katta himoyachilardan biriga javob berib yuborishni mo'ljallamoqda. Qiziq tomoni shundaki, Fransiyada Stade Laval jamoasida tarbiyalangan va Lyonda o'ynagan Sole 2020-yilda 4,5 million yevro evaziga Avstriyaning Zalsburg klubiga o'tgan. Bu klubda 4 yil o'ynagandan keyin Umar ishsiz qoldi. O'tgan yozdan boshlab ish qidirgan himoyachi shu yilning 2-yanvar kuni Udineze bilan 2,5 yillik bitim tuzdi. Udineliklar Angliya grantlari nazariga tushgan 25 yoshli o'yinchini 30 million yevro evaziga qo'yib yuborishga tayyorligini aytilmoqda. Manchester City tarkibida Joshko Gvardiol va Abduqodir Husanov singari yaxshi saviyada o'yinchilar borligiga qaramay, Juventusdan o'ng qanot himoyachisini Andre Cambosni ham olib kelishni istayapti deb yozadi cityextra.co.uk sayti eksperti Vayam Lahoti. Bundan tashqari, ayrim nufuzli manbalar Josep Gvardiola Abduqodir Husanovni yozgi o'quv mashg'ulot yig'inlarida o'zining o'yin uslubi va falsafasiga moslashtirishi, kelasi mavsum uchun tayyorlashini ta'kidlamoqda. Aynan mana shu jarayondan keyin Abduqodir yana jamoada asosiy figuraga aylanishi mumkin. Husanovning hozirgacha bir necha uchrashuvlarda boshlang'ich tarkibda tushgani, City himoyachilar orasida avj olgan jarohatlanish darajasini orttirishi oqibatida kadrlar bilan bog'liq muammolarning kelib chiqqaniga bog'liqdir. Yuqoridagi ma'lumotlarga Josep Gvardiola Abduqodir Husanovni yaqin kelajakda himoya chizig'i yetakchisiga aylantirishiga umidvor. Yaqin loyihalar mudofaa chizig'ini o'zbek legioneri atrofidagi shakllantirishni rejalashtirayotgan bo'lishi mumkin va amalda ham shunday bo'lishiga umid qilamiz. Qadrli do'stlar, nima bo'lganda ham hamyurtimiz Abduqodir Husanovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Abduqodir Husanov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha